Men navoiylik blogerlarga hech qachon qo'shila olmaganman. Kecha navoiylik blogerlarni deyarli barchasi Atlas Party deydi. Lekin men esa ikkita bolamni privkaga olib bordim. Injiqangandan keyin bora olmadim. Men navoiylik blogerlarga hech qachon qo'shila olmaganman. Bir martagina Yangi yilga borganman. O'shanda ham darrov qaytib ketganman. Lekin meni blogerlardan dugonalarim bor, lekin baribir bora olmayman. O'shalar tug'ilgan kuniga ham bora olmayman. Birorta bayramlar qilsalar ham baribir bora olmayman. Men yoki taksikoz bilaman, yoki homilador bo'lgan bilaman, yoki radonda bilaman, yoki yosh bola bo'ladi, yoki nimadir sabab chiqib baribir bora olmayman. Bu narsadan xafa bo'lamanmi? Ha, ba'zida xafa bo'laman, ularni kuzatib, "Voy, men ham qatnashsam edi" deyman, lekin hozir o'ylab ko'rsam, men uchun hozircha birinchi o'rinda oila, farzandlarim, ularni kattaroq qilgandan keyin Xudo xohlasa men ham qo'shilib jamiyatga shunaqa bayramlarga boraman, Xudo xohlasa. Shuning uchun menga xafa bo'lmasligim uchun, motivatsiya uchun nimadir yozib keting.